Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun g'ishtli variantdagi Miramir granitli sokolimizni obzorini olib beramiz. Mana yaqinroq kelib ko'rishimiz mumkin. Sim qoqilib, sim o'ralib, dubl mix qoqilib, orqasiga mana rasvor quyish jarayoni ketyapti mana. Xudo xolasa garantiyalarni berib, chiroyli qilib bitirib beramiz. O'sha izolyatsiyalar surkalgan orqalariga o'sha tagiga 8 santimetrlik qalam qosh, yana 4 santimetrlik, keyin o'sha g'ishtcha deyiladi, g'ishtchadan qo'yilgan. Keyin oralariga oynak qo'yib chiqqanmiz. Mana bu narsalar oynak. Mana ko'rib turganlaringdek, bu tarafda mana ish jarayoni ketyapti. O'sha simlari, dubl mixlari realniy ko'ringan. Xudo xolasa bir 2 kunmi, 3 kun bo'ldi bugun ishga tushganimizga. Betartiblikka uncha e'tibor bermaymiz. Ish jarayonini o'zlaringiz bilasizlar. O'sha orqalariga rasvorlarni kuyib, chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana zinalarimiz ham mana shu holatda razmerga olib turib, bitgan joyini ham xudo xolasa sizlarga to'liq qilib obzorini ko'rsatishga harakat qilamiz. YouTube, Instagram, Telegram, Facebookdan tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana g'ishtchalarimiz o'sha Miramir g'ozg'on g'ishtchasi bo'ladi. Bunimiz 7 ga 33. G'ishimiz mana ko'rib turganlaringdek faskalangan, hamma yog'i akkuratniy bir xil razmerda keladi. Bular o'sha Xitoyda metallogranit kristal deb nomlanadigan granitidan bo'ladi. Mana shunaqa bitgandan bitta artib qo'yilsa, chiroyli bo'lib turaveradi, rangi o'zgarmaydi. O'sha Xitoyda eng yaxshi kafirlaridan bittasi. Qalam qoshlarimiz bu yoqda mana qalam qoshlarimiz. Qalam qoshlarimiz mana bular. Bular o'sha oynak deyapmiz. O'sha oynak g'ishtchani o'rtasiga qo'yiladigan oynaklari bular. Mana shular chiroyli bir tekisda qilib qo'yib, chiroyli bitirib beramiz. Bitgandan keyingi videomizni ham ko'rib boringlar. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat.